Qizlar, men bu ikkita programma haqida juda ham ko'p aytganman. Hozir bitta qizimiz otizib tashladi. Bu programmani men sizlarga aytib beradigan bo'lsam, ayollarning barcha jenskiy kasalliklarini bartaraf etishda va homilador bo'la olmayotgan kelinlarimiz uchun juda ham katta yordam beradigan programma. Choyimizni damlab ichamiz. Ichida 20 ta stik bor. Barcha shamollashlarni chiqazib yuboradi va qolgan choyingizni ikkinchi marta damlab tahorat qilishingizni tavsiya etaman. Allergik kasalliklarni ham yo'qotishga yordam beradi. Sizda eroziya bormi, kista bormi, mioma bormi, hammasi uchun yechim, bittada yechim qizlar. Va stress holatlar, matkadagi, bachadondagi, umuman organizmdagi qon aylanishlarining buzilishi hammasini bartaraf etib beradi qizlar. Mana shu ikkita programmani o'zingizdan ayamasdan bitta ichib ko'ringlar. Ayollar muammosiz bo'lmaydi, men bilaman. O'zingizga hech qachon yilda 2 marta borib lecheniya olmaysizlar. Bu profilaktika uchun, sog'lom yurishingiz uchun, har xil kasalliklar, kista, mioma, eroziya, boshqa allergik kasalliklarni yo'qotish uchun